Men erimni xiyonatda ushlaganman. O'zingizmi? O'zimni erimni. Men eshitmaganman, men ushlaganman. Ko'z bilan ko'rish boshqa, eshitish boshqa narsada. Men ko'zim bilan ko'rganman. O'zimni uyimda, o'zim bilgan opachamdek tutingan ayol bilan ko'rganman. Sizni ko'rishmagandimi ular? Ular meni ko'rishmagan. Ular o'sha ishini bitirgancha ishonasiz, men jim turganman. Как будто men ularni hijolat qilib qo'yam, yosh bo'lganman-da. 19 yosh bo'lganman. 18 mi 19 yosh bo'lganman. Ko'zim bilan ko'rganman. Qachon kechirdi deb o'ylaysiz? Men o'sha kuni kechirganman. Nega kechirasiz? Urmadingizmi o'sha qiz sochlarini? Yo'q. Men aytayapman, o'sha bular ikkinchisiga uringan payti men otilib chiqib ketgan. O'sha chida olmaganman. Men unda ajrashdingiz, kechiribsiz eringizni? Yo'q, undan keyin yashaganman. O'g'lim tug'ildi. Bu narsalar ko'payib ketdi. Xiyonatlar, qizlik telefon qilardi, yarim kechqurun